Siz 24 soat ishlang. Dam olmang, ibodat ham qilmang, ishlang. Alloh taolo taqdir qilganini olasiz-da baribir. Undan ortig'ini hech kim ola olmaydi. Shuning uchun birodar, dam oling. Go'zal ibodat qiling. Ihson bering, yaxshilik qiling. Birodarlaringizga bir narsa ulashing. To'g'ri so'z bo'ling, shirin so'z bo'ling. Inshaalloh zikr va tasbihda bardavom bo'ling. Rizqni beruvchi Razzoq Alloh. Rizqni ko'paytirish yo'li ibodat. Rizqni ko'paytirish yo'li duo. Rizqni ko'paytirish yo'li ihson. Birodar, ko'p mashaqqatli ish emas. Rizqni ko'paytirish yo'li to'g'ri niyat. Pulim ko'paysa, ko'p zakot beraman. Pulim ko'paysa, ko'p ihson beraman. Pulim ko'paysa, 10 ta kambag'alga qarayman. Pulim ko'paysa, 10 ta yetimni o'z qaramog'imga olaman. Pulim ko'paysa, uy quraman. Falonchida qasdim bor, qasdimni olaman.